O do'stlar mana to'ting. Ha, birdan chiroyliga cho'k ketib qolaverasiz. zo'r ekanda ko'zimga ish ko'rinyapti. Hammasi zo'r bu yerda. Xohlasin uголок, xohlasin servant. Любой narsa xarid qilsam, yana 500 ming o'taman. Yana 500. 5,5 million. Ana. Qanday qatiqlosh deb nom bergandi. Qatiqlosh? Qatiqlosh. Tamam, mebelda qatiqlosh ekan deb o'ylamang. O'sa mana bu rang qatiqlosh. Shu bilan bu hozir mebelga osongina qatiqlosh deb qo'yardi o'sha. MDF material. Shkaflar 270. Shampan rang. 5,800,000. Shunga agar stenka ham xohlaymiz deysa, mana qarang stenka. Boya sizga aytgan. Servantlar barisi bu yoqda ekan-da. Ha. Boya sizga aytdim-ku. Bu yoq taxlab tashlayapsiz, gap yo'q ekan. Boya sizga aytdim Kamoliddin, qarang. Stenkada xudo xolasa mijozlarimizda muammo bo'lmaydi. Troyka alohida ishlangan. 4,800,000 so'm. Xohlang mana shu troykani Kamoliddin mana alohida pinalyapti. Ko'ring, qirilib chiziladigan material emas. Basishchi emas, xuddi shunday ustki qat ham. Ichkisi ham bir xil ustiga shunaqa qilib ichichi deganlarga ham mana ko'rsataveraman. Ishlari ham bir xil do'stlar, qirilib chizilib ketgan yo'q. Endi, конечно, miqdor bitib qo'lni qattiq qirib o'tirmangizlar. Bu ham любой narsa qirilib chiziladi endi. Bugun aytdim biz skidkani bombasini qilamiz. Qani. 5,800,000. Ishonasizmi? 5,800,000 beryapti buni ham. Hali buni ukasi. Bu endi yozgi variant ekan. Shunday sizlar. Ham yangi. To'g'ri, yangi modelimiz Kamoliddin, qarang qanday chiroyli. Yangi ekan. Boshlariga ham e'tibor qiling. Ekin. Bonus. Gap yo'q. 5,800,000. Kamoliddin, bunga endi hech kim yo'qmi? 4 ta 1. 1, 2, 3, 4. Gap yo'q. Kodini qarang, kodini. Kodini endi o'zlaring qo'yaverasiz. Bir xotinlarga yangi oilaga bitta sef ham kerak. Qanday joylar saqlashga. Ana bu sef sizning nomingizdan, sizning nomingizdan kelganlarga. Bu plastmassa deb o'ylash mumkin. Qana plastmassa, biz buni hali qotirganimiz yo'q. Kamoliddin mana temirdan ekan, og'irgina. Mana bunday ajoyib kodli, xohlang ismingizni qo'ying, xohlang sifra qo'ying-da, o'zingizni kodingizni qo'ying. Endi sizning nomingizdan kelganlarga yana siz tanlagan Barchinoyga mas mayli. Hammasiga qilib beramiz. Hamma mebelga. Gap yo'q. Do'stlar, ana bu haqiqiy podarka deyiladi. Qancha spalniy naborlar bor. Jamshid aka, narxlar tars aytmasak, уже yarim soat 20 minut bo'libdi. Ma'ruzimi kelishdik. Do'stlarimiz, podpischilarimiz zerikib qolmasin. Shunday videoni oxirigacha ko'rsa, lekin eng keraklarini hali oldilar. Do'stlar, bu yerga kelishda manzilda aytib o'taman. Jizzax shaharda Targovni ko'cha hamma bilishadi. Temirchilar ko'chasi deb kelamiz. Temirchilar ko'chasi mana bu. To'g'ri kelganingizda Salvatino deb yozilgan. Avvalambor barchaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qo'ldan kelgancha hozir narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Videoni pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Jamshid akamiz o'zi ham kutib turibdi ekanlar. Kelavering, Kamoliddin kelavering, adashib qolmang. Hormang. Adashmasdan to'g'ri kelasiz. Assalomu alaykum. To'g'ri kelyapmanmi? Assalomu alaykum. Jamshid aka, sonlaringiz yaxshimi? Sonlar yaxshimi? Tinchmisiz? Allohga shukr. Charchamasdan. Shu uzoqdan ko'rib turibman, uzoqdan video kelib, Kamoliddin menga kelyapti dedim. Mikrofon taqilganka hamma biladi baribir. Biladimi? Yana bir bor ko'rsatdik do'stlar. Manzillarni to'g'ri tushuntirib o'tdim-da. Bu yoqda sandiqlar ham olib kelib qo'yibsiz, bir narx-navolar bilan sirasiz tanishtirib o'tsak. Mayli. Avvalambor assalomu alaykum Kamoliddinda uz kanali ashaddiy muxlislari, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Mana bugun xudo xolasa Kamoliddin bilan yangi video qilyapmiz, yangi mebellarimiz, yangi magazinlarimiz, xudo xolasa video davomida ko'rsatib boramiz. Eslatib o'taman, bu yangi magazinlari Jamshid aka keyingi. O'zi ham 3 tami 4 ta bo'lib ketdi magaziningiz. Sanama barakasi uchadi. Shunday ko'paysin. Rahmat. Sizlardan faqat bitta iltimos. Bizlarga podpisatsiya qilib, like bos ishlaringdan chiqmasin. Sizlar orqali bizning ishimiz rivojlanadi. Gap yo'q. Podeshkada bo'lamiz. Qani bir narxlar sindirib aytinggan Jamshid aka. Sandiqlar Kamoliddin, sandiqlar kelgan bo'lsa hali ko'p nariga qarang. Shunday yana aytib ko'rsatib o'ring, narida hali yana magazinimiz bor. Do'stlar, bu yoqda vashshi katta magazinlarimiz. Uni ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Xullas, sandiqlar bunday aka. Mebellarni o'zimizdan xarid qilinglar. Sandiqdan tashqari masalan, uголок, stol, spalniy naborlarni oling. Sandiqlar 1,100,000 so'mdan. 1,100,000 dan 3 taligini olib ketadi. Hozir masalan mana yangi chiqqan modelimiz, choko rangi, hozir bu rang trendga chiqyapti o'zi. Xohlasalar shuni oq ranglari, qaymoq ranglarni xullas ahamiyati yo'q. Xohlagan ranglaringdan mebellaringga moslab qilib beraveramiz. Komplektda ikkita katta, bitta kichkina, xohlovchilarga mana bunday oldidan ochiladigan ham qilib beraveramiz Kamoliddin.
Ana, va shu удобный ekan, ha? Mana shunday oldin ochilgan ham. Ikkita katta, bitta kichkina 1.100.000 so'mdan. Tanlab olaveradi. Tanlab olishaversin, farqi yo'q. Gap. Ana imkoniyat do'stlar, xohlasangiz mana bunaqangi klassik variant, high-tech variant hammasidan bor. Bu yog'i endi to'y sezoni Jamshid aka. Xudo xolasa. Mana даже balchiqda yaxshi ko'rganlarga balchiq rangidan ham sandoq. Ana, komplekt bo'lib ketishadi, xudo komplekt xolasa. bo'lib ketadi. Keling. Xudo xolasa Jamshid aka bu yil hammani uylantiramiz. Inshaalloh. Xudo Bu yil xolasa. uylanmaganlar qolmaydi, inshaalloh. Podishkada bo'lsalaringiz bo'ldi, do'stlar. Shunday. Xo'p, qani bir chekkadan boshladik, bu yoqda yana bormaysizlar. Assalomu alaykum. Bemalol ko'raveringlar, bemalol ko'raveringlar. Kamoliddin keling bo'lsa, shu yangi modelimizdan boshlaylik. Aha. Juda chiroyli ishlangan MDF material, rossiyskiy material. O'ziga moslab, spalniy naborini o'ziga moslab, mana bunday ajoyib servantlardan chiqarganmiz. Aha, komplekt qilib, ha? Komplekt. Xohlovchilarga komplekt, xohlovchilarga alohida olaman desa ham farqi qilib beraveramiz. Xohlovchilar. Narxlarga keladigan bo'lsanglar, keling buni 6.5 ga sotganmiz Kamolda. 5.800.000. 5.800.000 ga ketdi. 5.800.000. Do'stlar. 6.5 gacha sotilgan mana 5.800.000. Razmerlari kelayotgan bo'lsa 2.60. 3 xonali qizlarga, bolalarga alohida ikkita tumma mana bunday ajoyib spalnisi. Spalniy joyimiz she'ri uchun faqat bosh tomonni maketini qo'yganmiz. Bosh tomoni. Kamolda orqangizda mana tosh oynasi ham. Tosh oynaga e'tibor qiling, qanday baland ishlangan. Bunday engashib qaramaysiz. Tosh oyna ham baland ishlangan. Do'stlar, mana bemalol ko'rinib turibdi. Yaxshi, narxi 5.800.000 ga. 5.800.000. 5.800.000. Har doimgidek va'da 100 kilometrgacha olib borib o'rnatib berishlari ichida bo'lyapti. Ichida bo'ladi. Xohlovchilarga keyin Kamoliddin, masalan, komplekt olaman degan odamlarga. Komplekt olaman degan odamlarga mana bunday shohona servantni o'zi alohida olsangiz 4.5 million so'm o'zi. Shunday. 4.5 million, 4.800.000, 4.200.000. Xullas bunday qiling, bitta joyda olaman siz servantini 3.5 million qilib beraman. 1 million tushib berasiz. 3.5 millionga servanti, 5.800.000 ga spalniy nabori. Ana bo'lmasa. Ikkalasi shundan necha pul bo'lyapti? 5.5 ga 3.5. 9.300.000 bo'lyaptimi? 300 yana o'tdim. Shu meni gapim bo'lyapti ekanda. O'tdim Kamoliddin gapi. 5.5 bo'lyapti, bunisi 3.5. Gap yo'q. 300 ustini ham o'tdim. Ikkalasini bitta joydan oling bo'ldi. 5.5 ga 3.5. Ana. Yana bitta narsa bilib olinglar, Kamoliddin, bu ustumli, siz yaxshi tushunib qolgansiz, bilasiz. Ustumli, taylari sapogli. Shunday e'tibor qiling, MDFdan ishlangan. Yo'q, menga cherisur hasham shart emas, menga mana ular shart emas. Servant o'zi shunday qolsa, shunga moslab bering deysa ham, unga 500.000 yana skidka qiladi. Yana 500.000 skidka 8.5 million bo'ladi. Ana, do'stlar, shu turishi mana bunday Xitoy fason 8069 mana shu sapoglari bilan obshi 9 million pachka olib borib o'rnatib berishlari ichida bular. Juda ham yaxshi. Do'stlar, navbatdagi mebelimiz bu yangi fason ekan. Jamshid aka, yangi high-tech haqiqatan Kamoliddin juda chiroyli ishlangan. Keling, nomi sal kulgiliroq, noto'g'ri tushunmanglar. Bu material, mana bu material. Shu o'tgan yillar bir trendga chiqib, shu bilan yuvib tutib topolmay qoldi. Haqiqatan bu materialni topolmay. Ular Rossiyadan keladi Kamoliddin. O'sha payt birinchi marta qo'yganimizda shu materialdan rangidan bir mebel qo'ygandek, qatiqlosh deb nom bergandi. Qatiqlosh? Qatiqlosh. Tamam, mebelda qatiqlosh ekan deb o'ylamang. O'sa mana bu rang qatiqlosh. Shu bilan bu hozir mebelga osongina qatiqlosh deb qo'yardi o'sha adashmaslik uchun ham. Haqiqatan ham ko'rinishiga mos. Do'stlar, bunday qaraganda ichida hamma narsasi bor-da. Qatiqlosh, gap yo'q. Qatiqlosh esda qoladigan bo'pti lekin. Xudo xolasa, menimcha bu mebelni xudo xolasa trendga chiqaramiz. Narxlari hamyon bo'p. Juda zo'r ishlangan. O'zimiz bu ideyani o'zimiz ishladik, ishlarga o'zgartirish kiritdik. 3 xonali, ichlarini ham qarang, ajoyib ishlangan. Katta-katta ekan ichi ham. Ichlari ham katta-katta. Bir videolaringizda ko'rdim, sushalka deyishgan. Biz endi shim taxlagich deymiz. Men aytdim alohida shim taxlagich va yana alohida ichki kiyimlarga xohlasa qulf kalt qo'yib beraman. Bemalol sefcha qilib ham ishlashlari mumkin. Ikki xil rangda kombinatsion ishlaganmiz. Qatiqloshni och bu, ustida fasadning qismi qatiqloshni to'q rangi ekan. Ikki xil anaqada kombinatsiyada ishlaganmiz, juda bir-biriga yaqin, juda kombinatsiyada chiroyli chiqdi. Rangi hozirgi kundagi gapingiz bo'ldi, trenddagi ranglardan.
Bu ranglar bir High-tech fason uylarga. yo'q, zo'rg'a topdi. Buni ham chiri zakaz qilib, Rossiyaga zakaz qilib qo'ydik. Haqiqatan do'stlar, Zo'r ishlangan, materiallari Bu zo'r. ham nima, qiriladimi, chiziladimi, Yo'q, nima deysiz? qirilmaydi, bu kaltimani yo'q, qirib ko'rsatadi. To'g'ri. Mana bu sraz bilasiz. Materiallar emas, haqiqatan yaxshi materiallar. Sho'xruh. Hozir Xo'p, mana kaltni ham topib oldik, qani. topdik, kal topolmaymiz mana. Kamolni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'ring. Qirilib chiziladigan materiallar emas. Basitchi emas, xuddi shunday ustki qati ham. Ichkisi ham bir xil ustiga shunaqa qilib ichichi deganlarga ham mana ichini qirib ko'rsataveraman. Ichlari ham bir xil do'stlar, qirilib chizilib ketgan yo'q. Endi, конечно, miqdor bitib qo'lni qattiq qirib o'tirmangizlar, bu ham liboy narsa qirilib chiziladi. Endi uncha narsa tegsa, hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi, haqiqatan. Mana bu fatonlarni ham o'ziga moslab, ranglariga moslab ishladik. Menimcha juda chiroyli model chiqdi deb o'ylayman. Endi baho berish sizlarga, xudo xolasa. Menga yoqdi shaxsan, ranglari, boshlariga ranglar mana ko'rishimiz mumkin. Boshlari ham mana bunaqa polmoish materiallardan ishlangan. Bu hali bitta magazinimizda bir donaga ham hali qo'yilgan, faqat mana shundan boshladi shu yangi materiallar. Gap. Buni matrasli ham qilib beraverasiz. Xohlovchilarga matras, xohlovchilarga mana shunday machalkali, paralon machalka. Men ko'proq paralon machalkani maslahat bergan bo'lardim. Primolarga e'tibor qiling, qanday ajoyib ishlangan. Balangina. Kulturni juda ajoyib, chiroyli, balandgina, aytganingizdek bo'yida engashib qaramaysiz, tik turgan holatda ham bemalol bo'yingiz oladi. Gap. Keling, Kamoldan bitta sizdan anchadan beri so'rayman deb shuni qani o'zingizdan bir maslahatlashaman deb. Nechi pul? Endi men sizni bilaman aka, arzon chakasiz. Bu primerni baholayman, mana xalq uchun 6 million. 6 million. Yaqinroq keldingiz. Xudo xolasa buni qimmatmi bu? Qimmat. 6 million qimmat. Keling, Kamoldan mayli, o'shanga yaqin aytdingiz. Shunda hozir 200 ming men o'tdim. Yana o'tasiz? 5 million 800 ming. Ana bo'lmasam, do'stlar, 5 million 800 ga. Nima deyapti? Yangi fason materiallar ko'rdingiz, qirilib chizilib ketmaydigan. Menimcha yaxshi. Xohlovchilarga Kamoliddin muammo yo'q. Mana orqangizda o'zimizning eng trenddagi balchig'imiz. Xohlovchilarga o'sha fasonni bir rangidan ham beraveramiz. Rangini o'zingiz shu narsani rangini o'zgartirib. Xuddi shunday. Tushunarli. 5 million 800 ni qilib beraman. Xuddi shunday kupeni variant high-tech modelimiz. Bu ham xuddi chiroyli ishlangan, juda chiroyli 3 xonali. Muskoy xonalari pastga ham, tepaga ham ilinadi. Bu o'rtada qator polkalari, taxlashlariga, polkalarga ham e'tibor qiling, juda ko'p ishlaganmiz. Ko'plarga e'tibor qilsangiz 3 xona bo'ladi. Buni o'zi bir kamida 5 xona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xona ekan pashti. Va yana alohida qizlarimizga uzun kiyimlarga, oyoq kiyim pastapga, bosh kiyim iladigan joyi va yana seyfi bilan birga. Gap yo'q. Do'stlar, mana hamma narsasi bor. Bu ham xuddi shunday Kamoldan rossiyskiy material, qirilib chiziladigan material emas. Mana kalbdan qirib ko'rsatyapman, bilmayman, qirib chiziladigan material emas. Xuddi shunday komplektlarga shifonyer, ikkita tumba, mana bunday ajoyib spalnisi va mana bunday ajoyib trimosi. Har doimgidek bizning trimomizda yashirincha xonalarimiz. Yashirincha xonalarimiz. Hech kim xayoliga kelmaydi-da shu narsa shu yerda sef borligi. Narxlarga keladigan bo'lsangiz, Kamoldan endi ko'rsatgan mebelimiz juda ko'p. Sal tezlatamiz. Mobodo tushunmagan joylaringga Kamoldan telefon nomerlar qoldiradi, bemalol aloqaga chiqib, xohlasalar onlayn savdo, xohlasalar Telegramda ham bo'yda. Xohlasalarki yana bitta narsa Samarqandlarga uzoqlik qilayotganmiz, Samarqandda ham filiallarimiz va bemalol gaplashib olaveramiz. Narxlarga kelayotgan bo'lsangiz, oxirgi marta buni narxlarini 6 million 200, 6 milliongacha ham qo'ydik, 5 million 800 bu ham. 5 million 800 dan ketdi. 5 million 800. Gap yo'q. Do'stlar, hali ko'p, shoshmangizlar. Trend mebelimiz. Kamoldan juda siz ham yaxshi ko'rasiz mebelimizni. Tarifini aytsam sizga qiziq emas, sababi siz 100 modeli bu. Siz mandan ham yaxshi bilasiz. Shunday. 100 modellarimiz MDF materialdan ishlangan, 4 ta ustumli, 4 ta eshigi oldiga chiqqan fason 80-69 100 dan ishlangan. Razmerlari 3 metrdan ziyod, 3.10 adashmasam, ustumlari MDFli, plastmassasi yo'q bu yerda, yelimli joyi. Ajoyib mana bunday trimosi, baland ishlangan, bitta o'tirishlariga stulchasi va mana bunday ajoyib spalnisi ham bo'ldi. Spalnini ikkichik, bu spalnisi do'stlar. Spalnidan ikki chekkasiga tumbalari ham qo'yiladi Kamolda. Ikkita katta tumbalari bor ekan. Narxlarga keladigan bo'lsak, Kamolda buni oxirgi videomizda Ro'za Ramazonga skidka berganda o'zi 9,5 10 9 gacha sotgandi. Eski narsa qoldiraman, 8,5 million. 8,5 millionga ketdi. 8,5 million olinglar, mazza qilib tutinglar. Gap yo'q do'stlar.
Xo'p, variantlar ko'p. Mana bu yoqda krashinli variantlari ham bor. Bu ham yangi. To'g'ri, yangi modelimiz kamoldan qarang qanday chiroyli. Yangi ekan. Boshlariga ham e'tibor qiling. Yangi modelimiz bu cho'ka rangidan xohlovchilarga qaymoq ranglarini уже oborib terdik. Bittasi o'rtog'imni ukasi yaqinda uylanuvdi. Qaymoq rangidan xohlalar, qaymoq rangini terdik. Kecha Samarqandga cho'ka rangidan ham obordik. Ular juda chiroyli model. Shifonyerlar baland ishlangan. Mana bunday ajoyib trimolari. Ranglari zo'r ekan. Ranglari juda chiroyli ishlangan. Xohlovchilarga ranglarni o'zgartirib beraveramiz. Xohlovchilarga balotovoy rang, xohlovchilarga ko'k rang. Rangining ahamiyati yo'q. Hozir eng trendga ketayotgan ranglardan qo'ydik. Cho'ka rangi. Spalniga e'tibor qiling. Xuddi shunday mana bu tumba u tomonda ham bor. Ana u materiallarga ham e'tibor. Ana chetidagi mana bu tarafga turib katta bo'lib turar ekan. Shunday. Juda ajoyib chiroyli ishlangan. Mягкий, yumshoqqina, boshingiz tekkanda ham qattiq tegmaydi. Ortopedический matraslar bilan Kamoliddin matrasdan xohlovchilarga boya aytgandek parallel machalka ham qilib beraveramiz. Parallel machalka ko'proq sifatga javob beramiz. Xohlovchilarga mana matrasi bilan dekkan bo'lsangiz, shu turishi 10 million so'm. Shu turishi 10 million. 10 million so'm. 12, 13, 15 ham deganlar bor. 10 million so'm, agar parallel machalkali qilib beringsa 9,5 million so'm. Gap yo'q. 500 ming yana Do'stlar, mana boshqa joylarda 12, 13 million kamida bunaqa mebellarni aytishadi matraslar bilan. Normalniy. Endi yana ham kelishtirib beradi, xudo xohlasa. Gaplashaveramiz Kamoliddin, dehqonchilik o'zimizda sizga. Bizlarga hozir hali to'ylar boshlanib ketgan joy yo'q. Endi turadigan joylarimiz arenda. Ishlab chiqarishda pashta 20 ta 25 ta balashlaydi. Ish qilib berishimiz shart. Shuning uchun biz arzon tez. Ha, o'yaga Samarqandlarda bor-ku, kam qo'ram, hamisha qo'ram degan gap bor, do'stlar. Bagetimiz Kamoliddin juda chiroyli model. Buni yaxshi bilasiz o'zingiz ham, zo'r ishlatgan, zo'r sotamiz buni hali ham. Kecha ham sotdik, kechadan oldingi kuni ham sotdik, kecha Samarqandga to'yliqqa borib terpildik. Xuddi shunday boya g'aladonlari ichki kiyimlarga, xohlovchilarga qulf kalt qilib seyf ham qilib beraveraman. E'tibor qiling Kamoliddin, mana bular yulib ololmaysiz. PVH 300 gradusda bosilgan. Qog'oz yo'q bu yerda. Mana bular yulinmaydi. Yulinmaydi. Xuddi shunday bu ham klassik material, bu ham qirilmaydi, chizilmaydi. Bagetlarini ham mana yaqinroq oling Kamoliddin. Mana hozir qirib ham ko'rsataman. Qirilmaydigan bu plastmassali, buni qog'ozligi ham bor. Shundan adashmanglar. Qog'ozligi arzonroq chiqishi mumkin, lekin nimaga arzon deganingizda mana bu originalni ishlatamiz, qimmatroq shuni hisobiga. O'shanda ham mana deyli narxlari juda qimmat emas, hamyonbop 6,5 milliongacha sotganmiz Kamoliddin. Kupayni bor, ikki xonali, ikkinchi xonani ko'rsatmoqqa uzr. Uzun kiyimlarga ishlangan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsanglar, 5 million 800 oling yana. 5 million 800. 6,5 sotganman Kamoliddin. Gap yo'q, do'stlar, 5 million 800 dan zo'rlarni olib kelsak bo'lar ekan. Xo'p. Xo'p, buni qaysi sizga yoqadi ko'proq? Davay mana buni. Keling, davay Mayaga o'tamiz. Mayaning yangi modeli, juda chiroyli ishlangan, MDF material. Hozirgi bu ham trendga ketayotgan rang, eng chiroyli ranglardan bittasi. Bulutchadan ishlaganmiz buni. Bulutchadan ishlagan ajoyib shifonyerlari. Shifonyerlar adashmasam 2,60 dan ziyodroq, bo'ylari balandligi 2,5 metr. MDF material 3 xonali. O'tada qator polkalar, kiyim taxlayotgan joylari va yana kiyim iladigan joylari. Bu tomonda ham, bu tomonda ham. Mana bunday ajoyib trimomiz va bunga qo'shib beriladigan o'zini spalnisi. Spalnining oyoq uchlarigacha o'ymali, bosh tomoni bilan ikki chetiga tipada ikkita tumba pastga tushadi. Tushunarli. Narxlarga keladigan bo'lsak, Kamoliddin 7,5 million. 7 milliongacha ham sotdik. 7 milliondan kam berganimiz yo'q. Keling 6 million 800 ming so'm. 7 million desam yana o'taman mayli. Gap yo'q. 6 million 800 ming so'm 100 kilometrgacha chiroyli qilib olib borib o'rnatib berishadi ichida. Gap yo'q. Do'stlar, ma'qul kelsa mana bunaqasidan ham bor. Keyingisi bu ham Toj Mahal juda chiroyli mebel, hali ham zo'r sotyapmiz. Juda ranglari ham chiroyli, ranglarni o'zgartirib ham sotdik Kamoliddin, juda chiroyli ishlangan. Zo'r skidga beraman bunga ham. Bu ham 2025 modelda, to'g'rimi? Yangi model. To'g'ri. Yangi yildan keyin eslasangiz olgandik Samarqandga, birinchi yil Samarqandga qo'ygandik. Samarqanddagi magazinimizga. Shunday. Kamoliddin maydalashmayman. Birinchi bo'yicha 8 million baho bergandingiz. Yo'q, Samarqandda. Samarqandda qo'ygandingiz. Bu ko'rinishi bogatida, juda ham ko'rishimiz mumkin. Skidkani udari. Xudo olsa Samarqandga borganda Samarqandda yana video qilamiz. O'shanda narxni bir xil ushlaymiz. Samarqandda hozir eski videomizda qimmatroq qo'yilgan. Endi o'sha payt shunday bo'lgan narxlar.
1, 2, 3. Nech pul deyishgan hayron mana. 6 million. Kelishdi. Ketdimi? Ana do'stlar. 6 million 300 qo'ygandim Samarqandda. 6 million 300 qo'yilgan. Ro'za oyiga, esasiz, Ramazon oyiga 6 million so'm. Ro'za oyidan ham Aksiya qildi. davom etyapti. Agar Kamolda yana bir narsa. Bundan tashqari yana bir nima olishsin, bilmayman nima. Xohlasin stol, xohlasin uголок, xohlasin servant. Любой narsa xarid qilishsin, yana 500 ming o'taman. Yana 500. 5,5 million. Ana do'stlar, variantlar ko'p. Kelishtirib beraveradi akamiz. O'zimizda siz nom bergan Barchinoy do'stlar, buni men lishni o'zim nom berganman. Barchinoy. Bizda Kamoliddin bilan talashaverib, urishaverib, men Barcha dedim, oxiri bu Barchinoy deb qo'ydilar, yutdingiz mana. Barchinoy. Tur xonali, to'rtta eshik oldiga chiqqan variant. 80-69 formadan ishlangan. Bunga sal o'zgartirish kiritdik-da. E'tibor qiling, taylariga ham tortma qo'ydik o'zi, alohida. O, отдельно tortma qo'ydik taylariga. Mayda-chuyda narsalarga to'g'ri eshik ochilmaydi, tagini ochib qo'yasiz, bo'ldi. Xuddi shunday, bu tomoniga ham taylariga tortmalar qo'yildi. Tosh oynalari juda ajoyib ishlangan. Kamolda mana qarang, tik turgan holatda mana videoga olasizlar. Bemalol. Engashish degan narsa yo'q bunda. Shunday. Bemalol tik turgan holatda bo'ylaringiz ham egallaydi. Har doimgidek o'zimizni yashirincha xonamiz. Firmenli sexlar, nima edi? Seflar bor mana. Yana unga qo'shimcha qilib Kamolda mana shkafni ichiga ham bonus qilib sef qo'yib beramiz. O, dollarlar saqlaydigan joyda bu. Shunday. Xo'p, narxlar qanday bu? Ko'tarilmadimi hech qanday? Yo'q, menda Kamoldan bilasizga. Menda hali ko'tarish niyatim yo'q, ko'tarmaymiz. Hammasi joyida ketyapti. 5 million 800. 5 million 800 ga ketdi. 5 million 800. O'zi so'raganlar nima deb so'rayapti? Shu Barchinoy deyaptimi? Balchiq deyshadi. Hali ham balchiq deyapsizmi? Yo'q-a. So'rashadi endi masalan 10 ta odam so'rasa, ko'p emas mayli. 7 ta odam balchiq deydi, 3 ta odam Barchinoy deydi. Kamoliddin aytgani bor-ku deb qo'yishadi. Gap. Do'stlar, endi eslab qolganlar endi aytishadi, endi eslamaganlar balchiq deb nomlashyapti. Narxlar 5 million 800 dan вообще zo'r. Kamoliddin o'zi video davomida stenkalar makonaga boramiz. Stenkalar makon. Buni hozir video davomida aytib ko'rsatib o'tamiz. Bunaqa skidkalar bor. Tomosha qilasiz, eshitasiz o'zi stenkalarni. Qani ketdik. Do'stlar, mana Jamshid akamizning keyingi xonasiga o'tdik. Bu yerda ham mana qarasak qancha spalniy naborlar bor. Jamshid aka, narxlar tashlar aytmasak, o'sha yarim soat 20 minut bo'pti. Ma'ruzima kelishdik. Do'stlarimiz, podpischilarimiz zerikib qolmasin. Shunday videoni oxirigacha ko'rsa, lekin eng keraklarini hali oldilar. Men ham xohlayman ko'proq mebelni ko'rsatishni tezlattiramiz. Polni komplekt Kamoliddin. Shifonier, spalni, trimo, tumbalari, o'tiradigan stulchalardan MDF material. Ana oline 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ga mana shu komplekt. Gap yo'q. Mana endi haqiqiy hamma uylanadigan bo'libdi-da mana bu yil. Do'stlar, nima deyapti? 5 million qancha dedik? 5 million 200. 200 ming, 800 5 million 800, 6 millionga sotganmiz. 5 million 200 ming so'm komplekt. Hech qanaqa aybi yo'q. Ham hayron bo'lmanglar endi. Keyingisi high-tech fason balchig'imiz. Balchiqni ko'plaring bilasizlar, yaxshi bilasizlar menimcha. Boya aytganimdek, hali mebelimiz ko'p. Bir boshdan tushuntirsam, ancha vaqtimiz ketib qoladi. Narxlari 7,5 edi Kamoliddin. 7 million. 7 millionga yana 500 ming skidka. 500 ming skidka tur xonali kupeni gibrid. Ikkita xona bu yerda. Eshiklar vakuum. Gap yo'q. O'zi yopiladi. Har doimgidek o'zimizning mana bunday yashirincha xonalarimiz va yana trimoga e'tibor qiling, orqalarida svetinilar bilan yonib turadi. 7 million so'm Kamoliddin. Tumbalarni qarang. Ajoyib ishlangan, juda chiroyli ishlangan. Gap yo'q, 7 million balchiq. Xuddi shu modelga o'xshab ketadi. Bu ham 4 ta xonali. To есть 2 ta xona bu yerda bitta qilib yuborganmiz. Alohida eshiklar ochiladi, tortmalari bor va yana eshik alohida ochiladi. Ikki tomoni ham xuddi shunday ishlangan. Kupeni gibrid bu ham. Mana bunday ajoyib trimochalari, shkafchalar bilan ichida. Mana bunday boshni qarang, bosh chiroyli chiqqan qarang, rangni ham moslab tanlaganmiz. Juda chiroyli ishlangan. Bagati chiqibdi, lekin do'stlar, nima deyapti? Komplektimiz Kamoliddin 5 million 800 ming so'm. 5 million 800. 5 million 800. Do'stlar, ko'rinishidan o'zlaringiz realni baho beringizlar, boshqa joylarda necha pul ko'rgansizlar mana shunaqa mebellarni. Kamida o'ldim deganda bir 8 millionlik berib turibdi-da. Shunday.
Chunki men ko'p joylarda reklama qilganman. 7-8. Hozir biz qancha deyapmiz buni? 5 million 800 5 kamol. million 800 zo'r narx. Aytganingizdek, endi nima desam ekan, bu просто quruq gap emas. Aytganingizdek 7 million 6,5 zo'rga topsangiz. Shunaqa so'cha. 5 million 800 100 kilometrgacha tekin olib borib o'rnatib berishlari bilan. Gap yo'q. Keyingisi Pillamizni qaymoq rangi. Buni ikkinchi tumbasi mana. aha. Juda chiroyli ishlangan. Haytekimiz Samarqandda hali videoga qo'ymagandik. Endi mana qo'yibmiz, xudo xolasa. Xohlayni qaymoq rangi, xudo xolasa Samarqandda ham ko'rsatamiz. Tilla rangi, nari magazinimizda yashil ranglari bor. Yashillari ham. Yashil. 12 million. 12 million krashini do'stlar. Krashini. 12 mana bu tomonda bitta olib ko'rsating, qarang qanday chiroyli ajoyib. Mana bosh tarafi, ikkita tarafda mana bunaqangi suyuqliklari bor ekan, отдельный. Shunday. Matraslar bilan, Matraslar oyoq uchtlarida sandiqlari bilan, sofa deyiladi. sofa bilan Shunaqalari bor. Gap yo'q. 12 million 12 million qilib beramiz. qilib beriladi, gap yo'q. Krashini. Kupeni variant hali oxirigacha ulgurmay qoldik. Choka rangidan ochroq rangda ishladik. Bu ham juda ajoyib ishlangan, rossiyskiy material. Xonalarga e'tibor qiling qanday ishlangan. Kalta kiyimlarga kiyim taxlaydigan xonalar. Xuddi shunday. Bu tomonda ham tumbalari, hali ulgurmadik, uzun kiyimlarga qilingan, oyoq kiyim postavka har doimgidek. Va yana mana bunday ajoyib trimosi. Trimolar ham juda chiroyli ishlangan, ruchkalariga e'tibor qiling. Mana bunday hali oxirigacha ulgurmabdi. Qotirmabdi. Qotirmagan. Bunday ajoyib. Kamoliddin, kupeni variantiga bugun aytdim-ku, skidkani bombasini qilamiz. Qani? 5 million 800. Ishonasizmi? 5 million 800 beryapsiz buni ham. Mana bunday ajoyib spanlilari bilan. Gap yo'q. Do'stlar, mana oyoqlarini qarang. Temir mana oyoqlari. Temir. Gap yo'q. 5 million 800 rangidan ahamiyat yo'q. Xohlagan ranglardan qilib beramiz. Zo'r. Kamoliddin, Malibu'ni ukasi. Bu qanaqa mebel edi bu? Spanliga qarang, Malibu'dan pashti farq qilmaydi. Malibu'ni ukasi. Juda baquvvat bo'lsa kerak, mana bu yoqlar, ha. Ashe moshina ishlangan. Qimirlamaydigan qilib chiqarasiz-da. Ashe moshina. Malibu'ni akasi ham hali tirik. Bu Malibu'ni ukasi. Bu endi yozgi variant ekan. Shunday selam. Hovliga qo'yib yotayotgan variant. Malibu'niga qarang, o'zgartirganmiz shifonyerlarini 3 metr. Shifonyerni o'zi. Ana 5 xonalimiz bor-ku, shuni fasondan sal o'zgartirib olganmiz. Ranglari har xili bor. Ortopedический matraslar bilan shkaflarga e'tibor qiling. Mana bular ana xonalari, tipaga ham, pastga ham iladi. Undan tashqari ikkita gibrid kupeni. Taxlaydigan joylari 3 metr shifonyer. Va yana bu tomon mana ikkita tumbasi, kiyim iladigan xona va yana kiyim taxlaydigan xona, taylardan ikkita tortmasi ham bor. Ko'rinayotgan bo'lsa agar, ranglari chokka rang, xohlagan ranglarni o'zgartirib ham beraveramiz. Bundan muammo yo'q. Trimolar baland ishlangan, juda ajoyib ishlangan. Ispanliga bir baho bering. Zo'r. Narxlari ham juda premium. Malibu deganda hamma o'zi 9 million, 10 millionda tasavvur qiladi menimcha. Qani Malibu'ning ukasi bu. Malibu'ning ukasi, Luboy Malibu'ni reklamaga bergan odamlar bilan shifonyer masalan oddiy misol solishtirib ko'ring. Katta ekanda. 3 metr. Hech kim hali Malibu'ga 3 metrlik shifonyer qilmagan. Narxlarga keladigan bo'lsak, mana shunday ortopedический matraslari bilan qancha? 7 million 800. 7 million 800 ga. Gap yo'q. Katta shkaf. Ortopedический matras. Xohlovchilarga matraslardan parallel machalkalar o'zi ko'proq tushunib qolgan, sifat zo'r. To'g'ri ko'rinishi oddiy, lekin baribir buni ham ustiga, uni ham to'shak qilinadi grupacha. Ikkalasi ham ko'rinmaydi. Parallel machalka bo'ladigan bo'lsa, 7 million. 7 millionga ketdi. 7 million parallel machalka. 800 ming o'tirar ekan agar parallelni olamiz desak. Do'stlar, video shu cho'tki ranglar trenddagi rangdan ma'qul kelsa mana bosib o'ramiz. Bu ham bitta chiroyli modelimiz. 6 ishli rossiyskiy material. Ichlariga bir e'tibor qiling, qanday chiroyli ishlangan buni ham. Ham polka, ham veshilkalarda. Xuddi shunday, bu tomoni ham xuddi shunday. Ham polka, ham veshilka. Gap yo'q, do'stlar. Juda ko'p narsa joylashtirilgan. Juda ko'p narsa. Mana bunday ajoyib, mana tipaga ham bo'ladi, pastga ham bo'ladi. Pastga ham ular ekan. Spanlilari mana bunday ajoyib kombinatsion ishlangan trimolari bilan. Trimolar ham boya aytgandek baland ishlangan, bo'yi past emas. Kamoliddin, buni ham narxlariga kelaversak, keling. Bunga ham bitta zo'r skidka. Qani? Hisob-kitob bo'yicha 6.5 sotilishi kerak. 5 million 800. Bu ham 5 million 800. Gap yo'q. Xohlang 5 million 800 mana bunday ajoyib qaytak, xohlang mana bunday klassik. Aytib beraveraymi buni ham, berib beraveraymi? Bu ham 5 million 800 mi? Berdim. Gap yo'q. Gulshanmidi?
Bilishandi yangi varianti. Yangi variant. Oxirgi marta Rustam akamlarda Samarqanddagi magazinimizda 6,5 qo'ydingmi, 6 million 300 qo'ydingmi shunaqa qo'ygandik. 5 million 800 berdim. Ana aksiya. Qarang, spalning boshlariga e'tibor qiling, kamolda qanday chiroyli ishlangan. Haqiqatdan do'stlar. Ajoyib ishlangan, juda chiroyli ishlangan. Juda chiroyli, mana bu boshlari bir-biriga moslashtirilgan. Juda chiroyli ishlangan. MDF material, shkaflar 270, shampan rang. 5 million 800. Shunga agar stenka ham xohlaymiz deysa, mana qarang stenka. Boya sizga aytgandek, ustum sizi. O'ziga moslanib chiqarilibdi ekan do'stlar. Ustumsiz xohlovchilarga boya videoda oldida ko'rsatdik ustumligi, xuddi o'shani ustumsizi. Agar servant bilan birga olamiz deysa, kamolida 3 million so'm. 3 million. Ana bo'lmasam do'stlar. 3 million so'm, 8 million 800 komplekti bo'ladi o'shanda. Mana do'stlar, video boshida aytib o'tdik, bitta tumbasiga mana 500 ming o'tib beryapti akamiz. 3 million so'm. Mana bu modelni qarang. 6 eshikli, svitsinlilari bilan, ajoyib taylarda tortma, musko jenskiy tortmalari, musko jenskiy xonalari va yana o'rtada qator kiyim taqlaydigan polkalari. Va mana bunday ajoyib tosh oynasi. Tosh oynaga qo'shimcha o'zini spalnisi va yana ikkita tumbasi bilan. Tumbasi. Spalni mini qilib yiqqanmiz, joyimiz kichikroq. Shunday. Nechi pul? Endi bu ham bir 5 million 800 bo'lsa kerak. Qancha? 5 million 200. Yana 500 o'tdingiz. 600 o'tdim. Ha, 600. 240 razmer, kompaktni juda chiroyli ishlangan. Balandliklari 210, shkaflarni ichiga e'tibor qiling, 1,5 metr. Ko'plarda bo'ladi, endi ko'pincha 40 sm, 40 sm kiyim sig'maydi. Bunga kiyimilganicha ham tekis turadi. Tekis turadi. Hozir ko'ryapman, bunaqangi rangdan ko'p ekan. 1, 2, 3 qaytek fasonlar yaxshi ketyaptimi deyman? Yaxshi so'rashyapti-da. Yaxshi so'rashyapti. Bu yil mana shu chokka deyishyapti, mokka deyishyapti mana shu bular. Gap. Xudo trendgacha 5 million 200 100 kilometrgacha olib borib uстановka qilib berishadi ichida. Gap. Xo'p, do'stlar, Jamshid akamizning keyingi magazinlari bu yerda ham juda ko'p mebellar bor, yumshoq mebel deysizmi. Servantlar barisi bu yoqda ekan-da. Ha. Boya sizga aytdim-ku. Bu yoq taxlab tashlaymiz, gap yo'q ekan. Boya sizga aytdim, Kamoliddin, qarang. Stenkada xudo xolasa mijozlarimizda muammo bo'lmaydi. Stenkalar hozir narxini aytaman, o'zingiz ham hayron qolasiz. Qani. Bal bitta iltimosim, shartim, shu stenkaga qo'shib bitta uголокmi, stulmi, kuxonniy uголокmi, yo boya hozir videoda ko'rsatgan spalniy naborlarimizdan har любойdan bitta narsa xarid qiling. Ishtasi narxini qarang. Haytek 6 million sotganmiz, ha? 6 million sotganmiz. Nechi pul bu? 4 million 700 ming so'm. 6 million sotganimiz 4 million 700. Boya shartim. Bir dinar narsa oling bo'ldi. Ha, qo'shimcha. Uголок oling, yo stul oling, yo bo'lmasa hachabi kuxonniy uголок oling. Yo bo'lmasa ko'rsatgan videolarimda xohlagan spalni yotoqxona oling. 4 million 700 haytek 6,5 millionga ham topolmaysiz joy kelsa. Gap yo'q, zo'r. 4 million 700. Troykani qarang, buni bo'yini qarang, qo'lingiz yetmaydi, sakrab ham yetmaydi. Juda katta ekan, lekin do'stlar, men uzoqdan ko'rsatayman buni hozir qarang. Shampan rang deysizmi, har xil rangidan bor. Narxini eshitasizmi? Qani? 4,5 million. 4,5 million. Bular kamida 6,5 7 sotilgan Samarqandda qo'yardilar. 6,5 million. Bitta mebel olsangiz 500 o'tib beramiz, 6 million qo'yardik. Pastlarini qarang do'stlar, sapokli. Ha? Gap yo'q. 6 million oxiri qo'yganmiz. 4,5 million oling. 80-69 servant bitta shu troykani bitta butuni. Ranglari xohlaganingizdan bor. Xohlagan rangingizdan bor. Tilla rang ham qilib beraverasiz. Farqi yo'q. 3,5 million so'm. 3,5 millionga do'stlar, sapokli. Yangi haytekimiz bir baho bering. 3 troykali. Juda ajoyib ishlangan. Shahardagi magazinlarda 9 milliongacha ko'rdim. Tushunasizmi? 9 milliongacha ko'rdim. Shunday ekan. Xuddi shunday o'sha troykada qilib beraman. 4 million 700. 4 million 700 ga. 4,5 million. Ana. Servantimiz. Haqiqiy oladigan joyi. Boya 3,5 millionning ustum sizida shampan rangi. Nechi pul? 2 million 900. 2 million 900 deyapsizmi? Voy, dot. Narxlar nima deyapti do'stlar? Kommentariyada yozamiz. 2 million 900. Mana buni o'z Trimosini sotib olishdi balla. Donish degan bir ukachamiz bor. Sotib olibdi ham so'ramasdan ham mayli. O'rtada Trimochasi bo'ladi, Trimochasi bo'ladi. Addeni sotib yuboradi-da. Addeni ham sotib yuborganda mumkin emas-da, mayli. Xo'p. Trimochasi bo'ladi, final, TV final. Nechi pul bu? Nechi pul-da bu? Mana bunga o'xshab turganda, pastida TV final bo'lgan. Xuddi shunday mana bunday Trimosi bilan 4 milliondan hayteklar. 4 milliondan ketdi. Haytek fason, yangicha.
Mana buni oling, xohlang 4 million high-tech, вообще chiroyli ishlangan. 4 million so'm. Yeah. Troykani yangi modeli, qarang buni ustunlardan chiqqan qarang. Do'stlar, zo'ri kelibdi-ku. Eng arzon ko'rgan joyingiz nechi pul ko'rgansiz? Aka, men bunaqasini hali ko'rganim yo'q. Imini mana shu modeldan. Bilmasam endi qancha. Narximi? Ustunlarni qarang do'stlar, vashta dahshat chiqibdi. Buni qarang. Narxini ham eshitdingda qarang. Jimjimador ekan, Eng ko'rgan arzon joyim 6 million. O'shanda ham shart bo'yicha bir narsa. Harakat topkurlar, kelinglar. Nechi pul? 4 million 800 ming so'm. 4 million 800 ga. Troyka alohida ishlangan. 4 million 800 ming so'm. Xohlang mana shu troykani kamolda mana alohida penal ham. Penal komod varianti. Penal komod varianti. Do'stlar, Troykan penal komod varianti. 4 million 800 ga penalini oling. 4 million 400 ming so'm. Gap yo'q. Do'stlar, variantlar ko'p mana. Endi mana sirvanchani qarang. Mana bu sirvant bo'yi troykasini ko'rsatyapman. Alohida bu bitta butuni. Bitta butuni. high-tech fason. High-tech qayerqa bormayman 5 million 5,5 million. 5 million 5,5 million. Oling, kamolda mana nechi pul qilib beryapman sizga? 4 million qilib bering. 3 million 800 qilib beraman. 3 million 800 ming so'm sirvant. Narxini endi bilmay aytaman-ku, fatishchilarimiz yozar ekanda, Kamoliddin siz xalq tomonda bo'lishingiz kerak. Arzon aytib, bilmasam men o'zimcha aytayapman. Primerni narxlarida-da. Lekin mana qo'shilaman, to'g'ri. Mana bir ikkita kommentariyalarni o'qidim. Siz xalq tomon bo'ling degan, to'g'ri. Lekin shu siz endi bitta men bilan emas, ikkita joy bilan ishlaysiz. Nisbatan ancha bizada arzon. Xohlaganlarda mana obunachilar solishtirib ko'ringlar. Bizda raqobat to'g'ri. Nima deymiz, hammamiz omadimiz beraversin. Albatta. 3 million 800 ming bitta butun Sirvant high-tech model. Gap yo'q, do'stlar. To'g'risi, kommentarda o'zlaringiz fikr qoldiringizlar. Puresona burchakda Sirvant. Chekkadagi 869 ustunlarni qarang, buni rangini qarang mana. Bo'yi bulutchaga, например, bo'yi bulutchaga komplekt qo'l olsa ular 869 sapoglari bilan 3,5 million so'm Kamolda. Gap yo'q. Sapoglari bilan. Hali mana joy sal to'rlik qilib yaxshi ko'rinadi. Narxlar haqiqatan sindi, mana haqiqiy bahorga aksiya deb aytsak bo'ladi. Vallahi. Narxlar zo'r. Endi xudo xolasa ko'pchilik yumshoq mebellardan so'ragan, keyingi videolarimizni kuzatsalaringiz mana bunaqa zo'rlardan olib kelib qo'yibdi. Bularni ham albatta aytib o'tamiz. Do'stlar, mana to'ten. Birdan chiroyliga cho'kib ketib qolaverasiz. Zo'r ekanda, ko'zimga shu ko'rinyapti. Hammasi zo'r bu yerda. Hamma bo'p, Kamoliddin, e'tibor qilayapsan. Bugungi videolarimizda ko'p narxlarni 5 million 800. Shunday. 6,5, eng kami 6,5, 7 gacha sotilgan mebellar 5 million 800. Xuddi shunday kupeyni variant bu ham. Ishlarida mana bunday ajoyib seyfchalari bilan. Seyflari bilan. Uzun kiyimdagi 2 xonali juda chiroyli kupeyni variant. Trimolari bir xil 5 million 800. Nimasi deganda komplekt. Spalnisi, mana bunday trimosi, mana bunday ajoyib qarang, spalni bo'shlari. Yumshoqqina machalkali mini qilib yiqqanmiz, joyimiz kichikroq. Bu ham 5 million 800. 5 million 800 Kamoliddin. Komplekt. Mana endi keling, deganingizga. Do'stlar, rangiga baho bering. Nima deyapti bu ko'rinishi? Boyaga narigi magazinda olganmiz qaymoq rangini, yashil deymiz buni. Bu ham xuddi shunday kombinatsiya ishlangan. Boyada sal kichikroq joylarimiz, mana bunday oyoq uchlari, sandiqlari bilan hali nasoslar qo'yiladi bunga albatta. Mana bunday ajoyib spalniga e'tibor qiling, qanday chiroyli. Spalni ham juda chiroyli. Juda chiroyli. Shifonyerlari. Bosh taraflari. Ajoyib ishlangan. Svetiniklari bor ekan. Bor, albatta, hali yoqqanimiz yonadi. Endi baribir rangda ham katta farq bor-da, mana rang o'sha bitta xonani shunday rangini, chiroyligini ochib qo'yapti. Shunday. Bundan sotdik ham Kamoliddin, bitta emas, ko'p sotdik. Hozir ham bitta zakazimiz tayyor bo'lgan, adashmasam Donish degan ukam Gagaringa sotgan. Tayyor, xudo xolasa uni ham olib boramiz. Narxlari bo'yayotganda 12 million. 12 million. Qaymoq rangi, mana bunaqa yashil rangi, Samarqanddagi magazinimizda tilla rangi ham turibdi. Tilla rangi ham bor. Ranglarni xullas muammo yo'q, liboydan qilib berishaveradi. Shunday. Xo'p, Kamoliddin, qarang, mana uni qarang. Chiroyligini qarang. High-tech qilib chiqarsizmi? Kupeyni qilib? Kupeyni qilib yubordik shuni. Gap yo'q. 7 million, 7,5 million dedi. Kelinglar, baraka topqirlar. 5 million 800 ming. 5 million 800. Bu ham 5 million 800. 5 million 800. Gap yo'q do'stlar. 3 xonali kupeyni, xuddi bo'yi 6 eshikni koreyskiy qilib yaratdi. Bu yoqqa ham ilinadi, muzkoy xonalari va yana alohida
alohida qator kiyim taxlaydigan xonalari. Undan tashqari mana bunday ajoyib qizlarni uzun kiyimlarga hali veshilkalar qo'yilmabdi, uzr. Yana seyfchamiz. Seyflari bor tepada do'stlar. Qarangda 5.800.000. Yana bitta podarkamiz bor. Ha, uni video davomida aytaman. 5.800.000. Ranglarini xohlagandan qilib beraveramiz. Tanlab olaverasiz. O'zimizni 3 metrligimiz. Yaxshi sotamiz, yaxshi bilasiz. Xohlovchilarga shu rangidan, xohlovchilarga choka rangidan, xohlovchilarga qaymoq rangini ahamiyati yo'q ham bo'ldi. Buni ko'p mijozlarimiz, auditoriyangiz yaxshi bilishadi. Bulutda akasi deb aytgandik. Shunday 5 xonali gibrid, 3 ta koreyskiy eshigi va yana 2 ta alohida kiyim taxlaydigan xonalari va yana 2 tadan 4 ta tortmasi. Aslida tortmalari ham bor. Tortmalari ham bor. Bu Malibuga qo'ygan 3 metrligimizdan sal farq qiladi. Fasonida. Fasonda. Xuddi shunday ajoyib trimosi, mana bunday ajoyib spalnilari, komplekt 7,5 milliongacha qo'yganmiz. Samarqandda havolingiz bor? 7 million. 7 millionga ketdi. 7 million. Men eski narxda qoldiraman. 7 million. O'sha 500 ming skidka qilgandim. Ro'zay Ramazon oyiga 7 million. Lekin do'stlar juda katta shkafli, katta. Kamoliddin, sizni Barchinoyingiz bu yerda reklama qilgandek, berganmiz. Bitta narsa esimizdan chiqibdi. Kamoliddin nomidan. Endi Kamoliddin o'zi nom bergan mebelga bitta podarkam bor Kamoliddin. Qani. 5 million 800 ichida. Ha, ichida ketyapti. Ichida. Bitta ko'rsatib qo'yay. Mana bu sevchalarimiz. Tekin. Mana bu seyfimiz. Pul emas. Tekin. Bonus. Gap yo'q. 5 million 800. Kamoliddin bunga endi hech kim yo'qmi? 4 ta 1, 2, 3, 4. Gap yo'q. Kodini qarang, kodini. Kodini endi o'zlaring qo'yaverasiz. Bu xotinlarga yangi oilaga bitta seyf ham kerak. Qanday joylar saqlashga. Ana bu seyf sizning nomingizdan, sizning nomingizdan kelganlarga. Bu plastmassa deb o'ylash mumkin. Qana plastmassa, biz buni hali qotirganimiz yo'q. Kamoliddin mana temirdan ekan og'irgina. Mana bunday ajoyib kodli, xohlang ismingizni qo'ying, xohlang sifra qo'ying-da, o'zingizni kodingizni qo'ying. Endi sizning nomingizdan kelganlarga yana siz tanlagan Barchinoyga mas mayli. Hammasiga qilib beramiz. Hamma mebelga. Gap yo'q. Do'stlar, ana bu haqiqiy podarka deyiladi. Любой shu spalning nabor olganingizga bitta sev beramiz. Sev podarka beramiz. Faqat shartim o'sha sizning nomingizdan kelishib, albatta like, podpiska bosganlarga. Gap yo'q. Bilmaganlar quruq qoldilar. Oddiygina sharti shu, shuni qilasiz, kommentariya yozasiz. Shunday. 5 million 800 bergandim, 5 million 800 o'sha seyf. Seyf ham ichida ketdi. Do'stlar, yana keyingi xonamizga o'tdik. Jamshid aka, nechinchi xona bu? O'zim adashib qolaman. Sanoqda ham adashib ketyapman. Xo'p, Kamoliddin, keling stenkadan boshlaylik. Boya stenkalarni aytib o'tgandek. Bu ham yangi troyka, alohida. Boya aytib o'tdim, 4,5 million. 4,5 va'da bergan. 4,5 million troyka. Faqat oling bitta mebel mendan bo'ldi. Bitta mebel olsa bu 4,5 million. 4,5 million so'm. 100 modelimiz. 100 kichkinasi. Shkaflar 2,5 metr. Yangi atachento rangidan ishlangan, ajoyib ishlangan shifonyeri, mana bunday ajoyib trimosi va bunday o'tib ko'rsatib bersangiz, mana bu spalnisi narxlarga keladigan bo'lsa 100 modelimizni eshitsangiz, nech pul qo'ygandik? Do'stlar, spalnining bosh taraflari 7,5 million qo'ygandik, Kamoliddin. Shunday. 6 million 800 ming so'm. Yangi rang. Gap. Do'stlar, shunda qancha skidka bo'lyapti? 700 ming so'm yana skidka bo'lyapti. 700 ming skidka bo'lyapti. 6 million 800. Gap. Xohlovchilarga nasrinam ko'tarimli, chiroyli, ochiqroq rang deb xohlovchilarga mana sizga bulutni boya yerda bulutni ham ko'rsatdik. Nech pul ko'rsatdik? 6 million 800 ga ko'rsatdikmi? Xuddi o'sha materialdan bo'lgan MDF, xuddi unda ham bor narsa, bunda ham bor. Shifonier, ikkita tumba, mana bunday ajoyib trimosi, mana bunday ajoyib spalnisi. Kamoliddin olinglar 5 million 800 ming so'm. Bu ham 5 million 800. 5 million 800. MDF materialdan ishlangan. Kumush rangli do'stlar, ma'qul kelsa mana bunisini ham 5 million 800 qilibdi. 5 million 800. Diana o'tgan yillari 8,5-9 million. Esingizda? Shunday sotilgandi. Endi nima deymiz? Dianani chiqaradigan oshiqlar, sexlar ko'payib ketdi. Raqobat.
Endi baribir endi hamma o'zinikini maqtaydi. Tamam, noto'g'ri tushunmanglar. Mebelchilar sizlarga ham taalluqli. Noto'g'ri tushunmanglar. Sizlarniki yomon, meniki yaxshi demayman. Hammalaring barakalaring beraversin, savdolaring bersin. Bizda qimmatroq chiqadi bu variant. Mehnat ko'p qilamiz, mehr ko'proq beramiz. Sifati, Sifatiga farqi bo'ladi. Javob beraman sifatiga. 8,5 millionda qoldiraman. 8,5 millionda qoldi do'stlar. 8,5 million diyana. Sifat, naqshlarga e'tibor beramiz har doimgidek. Shunday. Xullas, ma'qul kelsa mana bunaqa variantdan hali ham bor. Bulutchamiz trendda o'zimizda yaxshi mebellarimiz o'tadi. Qirib, 2 yildan beri qirilmaydi. Hali ham qirilmaydi. Qirilmaydi. Haqiqatan bir o'zbegimmi mebeli. Haqiqatan. Juda zo'r mebel. O'lmaydigan mebel. O'lmaydigan mebel. Mana oyoqqa turg'izgan mebel desam bo'ladi. Haqiqatan. Yaxshi mebel kim olgan bo'lsa baraka topgan. Rahmatlar eshitganmiz faqat. Sog' bo'lishsin, chiqib yaxshilik kunlarga tutishsin. 5 million 800. 5 million 800 ga ketdi do'stlar. Boya balchiq ranglarini ko'rsatdim, mana bunday bulut ranglari bor, qaymoq rang, oq rang, cho'ka rang, qizig'i yo'q bu. 5 million 800 komplekt. Mana bunday hademda sekret techalarimiz. Har doimgidek. Ichlarini bilasiz. Muzka xona alohida, jenskiy xona alohida. Muzka xonalar ikkiga bo'lingan holda. Barchinoyda shuni ko'rsatib o'tib ketaylik balchig'imizni. Boya nari xonamiz juda to'g'ri edi-ku. Tur xonalik kupeni variantimiz 7 million so'm. Oynalar polni farset bo'lgan, qo'lingizni kesmaysiz. Shim taxlaydigani va sevishga xohlagan ichki kiyimlar. Xuddi shunday bu ham Barchinoyda materiallar qirilmaydi, chizilmaydi. Bu ham xil rangli kombinatsiyonda ishlangan. 7 million so'm mana bunday ajoyib trimosi svitsinlilari bilan. Esdan chiqmasin do'stlar. Bu barchin bor, balchiq bor. Shunday. Tumor modelimiz. Keyingisi adashdim, tros. Bu safar men adashdim. Tros. Tros modelimiz hali ham yaxshi sotyapmiz. Yaxshi ketyapti. Yaxshi, Allohga shukr yaxshi. 8 million 800 dan boshlagandik Samarqandda eshitsangiz magazinlarimizda. Iskranta qo'ldiraman 8 million. Bu video ham yaxshi-da, uyda ochib savlat bor, katta ishlangan, juda ajoyib ishlangan, krashinni MDF materialdan ishlangan. 8 million shu xonada yana xohlovchilar, xohlagan mebellarini olinglar. TV pinal. Ramkalar bilan dekkan bu ses. Ramkalari bilan 4 million 800 ming so'm. 4 million 800. Mana o shart emas, biz televizor qo'yamiz deganlarga, endi 90% odamlar klientlarimiz mana unga qo'ymaydi o'zi. Kerak emas siz, boring 4 million 300 ming so'm. 4 million 300 ga ustumlarini ham 500 ming yana skidka bo'ladi. Mana bunisini qo'ymasangiz. Xo'p, do'stlar, kelin-kuyovga juda zo'r variant, menimcha yetarli bo'ldi. Naq 10 minutdan 1 soat pashti. Irimga ko'ringlar, afsuslanmaysizlar xudo xolasa. Do'stlar, ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Mana qo'ldan kelgancha biz bor spal naburlar ko'rsatishga harakat qildik. Sizlardan podeshka, sovg'alar bor, hammasini aytdik. Nima deymiz? Oxirgi so'zlarimiz? Nima deymiz? Avvalambor vatanimiz tinch bo'lsin, hammalaringga sog'lik, salomatlik, ishlaringga barokat. Yaxshilik kunlarda ko'rishaylik, kelinglar, sizlarni kutib qolamiz.